Tordaşlar yaxşımsızlar? Yaxşımısızlar? Bugün ailelik haberlerimizden 3. kısmını aldınız. Aldı bilen moyun mezmunlarını tanıştırırız. Avval sizlarga uyimizda kishini yaxshi quritib siqmidi, erimdim men pul so'sam 70 koyma chiqmidi degan temada so'zlab beramiz. Keyindi sizlarga hajlaymi desa berdim, pulni buzib chochmay, o'ynaydiganga billa borsak o'z yolg'iz qochma degan temada so'zlab beramiz. Aşta deb bana tepib pul berishdi yenib oldi. Manga berdigan pulni qitib, "Etkim kiyib oldi" degan temada so'zlab beramiz. O gapni ayol kishining maqsadi g'ingshib erni el qilish, yanchiqin to'liq bakolab, to'qqizini tal qilish degan temada so'zlaymiz. Vi, kishim hammishda bo'lib oldi doim bilarman. Jig'i kelsim shu vaqtda teliqib toza kularman degan temada so'zlaymiz. Pul almış kotuldab qanmas hergiz paqsıga. Asma okulma kaqılmaz mağızdaki çaqsıga degan temada so'zlaymiz. Voy bo'ldi, menga pul vermay. Uyda mal şaxtam zarangizga tugay deb qopti ekan. Bek ko'nib qolgan nimmas o'xshaydi bu yoqda. Mushnodan bir itirib bersa. Gapdan kelinmagandikin boshroq atılıq qo'shni. Yağını itirib bersirlam, derhal pişirim oshni. To'la men bilan tang to'lma yer evtimi boshni. Vi,